Assalomu alaykum. Hurmatli Turkman xalqi. SSR parchalangandan so'ng siz ikkinchi diktaturaga qarshi, Berdimuhamedov Gurbangulga qarshi harakatlar boshlabsiz. Turkmaniston diktaturasidan qutulish uchun Turkman birodarlarimiz bilan biz o'zbeklar ham birgalikdamiz. Albatta Turkmaniston diktaturasi O'zbekiston diktaturasidan hech qolishmaydi. Albatta Turkman xalqi ikkinchi diktaturani zulmi bilan kun kechiryaptilar. Afsuski bu diktatorlar bizning xalqimizdan emaslar. Ular tabiatida zulmdan boshqa bir narsani ko'rmadik. Ey Turkman xalqi, albatta men va biz o'zbeklar birgalikda siz bilan sizning sa'y harakatlaringiz, maqsadlaringizni olqishlab, qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta Turkmaniston xalqi, Turkmaniston yoshi Gurbanguli Berdimuhamedov diktatordan, zolimdan qutulasiz. Harakatlaringizga barakat bersin Alloh. Turkman xalqi bilan o'zbek xalqi va barcha O'rta Osiyo xalqlari biz birodarlarmiz. Albatta bu diktaturadan qutulish maqsadida sa'y harakatlaringiz uchun sizlarga biz minnatdorchilik bildiramiz. Albatta sizning harakatlaringizga Alloh subhanahu taolo barakat bersin deb hech bo'lmaganda biz duo qilib turamiz. Albatta duo bilan birgalikda yana biz ko'makdamiz, birgalikdamiz. Albatta siz oliyjanob maqsadlaringizga yetasizlar. Sizga albatta Alloh subhanahu taolo g'alaba beradi.